Hürmetli vatandaşlarım, leksiyamızı davamlaştırımız. Mavzu bundak. Prezident Trump kelevatıdı. Jungo bu semiz koyni bir taraf kılıdı. Mavzulu haber 12. ayının 6. gün Van ve torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Prezident Trump bilen Prezident Sayyiğimin tılpındı sözlüş vakasıdan keyin özünün Jungo cemaat fikrinin inkası Prezident Trump'ın bu işe tayyarlığı yokluğunu aşkarlap koydu. Prezident Sayyiğim bilen Prezident Trump tılpını sözleşkenden keyin Jungo cemaat fikri özünün bu işe tayyarlığı yok ekanligini aşkarlap koydu. Prezident Trump'ın keler nöbetlik Amerika prezidenti buludığanlıqdan ibaret bu vakanın bütün ahmiyetiga to'liq tushuncha hosil qilolmaganligini aşkarlap koydu. Jungo hükümet Tashqi ishlar ministri Wang Yi'nin ifade bildirishi orqali bu vakani vaqtli bir taraf qilgandek bo'ldi. Wang Yi bu Tayvan taraf o'ynagan o'yin dedi. Bu söz ikki qatlammaga ega. Birinchi Amerika bilan Tayvanni ayirib qarash. İkinci vakani oddiylashtırib bir taraf qilish. Bundaq bir taraf qilishdan ko'ra bilishga bo'ladiki, Jungo hukumati taraf Amerikaning o'tkinchi davrga va kelgusi yangi hukumatiga yuzlanganda o'zgarmaslik. Vaqt o'zgarmaslik. Ichida ko'p qatim o'zgarishga ega bo'ldi. Demak, bu yerda hukumatiga kelgusiga yuzlanganda hozir vaqt jihatini aytganda o'zgarmaslik ichida ko'p o'zgarish bo'ladiganligini ko'rib berdi. Minister Wang Yi mundaq dedi. Amerika hukumati uzundan beri ching turib kelgan bir Jungo siyosati o'zgarmaydi deb hisoblayman. Bir Jungo prinsipi Amerika Jungo munosabatining sog'lom taraqqiy qilishining yo'ltishi. Biz bu asosdan buzg'unchilik uchramasligini umid qilamiz, dedi Wang Yi minister. Diplomatik qiyofat ko'rsatish bo'lib, bular albatta hisoblangan bu masala tadrijiy harakat qo'llanish avval albatta shunday bo'ladi. Xitoy shunday deyish kerak dedi. Lekin Jungo ichki jihati haqiqatan shunday tushundigan bo'lsa, Amerikaning bir Jungo siyosatida ching turish mush asos ustiga qurilgan Amerika Jungo munosabatining sog'lom taraqqiy qilishning asosi deb hukm qiladigan bo'lsa, Jungo tarafdan kim Amerikada prezident bo'lib saylansa bir necha 10 yildan beri asosiy ramkada o'zgarish bo'lmadi deb toniydigan bo'lsa, Prezident Trump muhokimiyat beshiga yetib kelgandan keyin Amerika Jungo munosabatida belgilangan yo'lga qaytib keladi deb qaraladigan bo'lsa, bundaq qarash va bundaq hukmlarning hammasi intayin xatarlikdir deydi bu xabarni yozg'uchi Jungolik yozg'uchi, Xitoy yozg'uchi. Amaliyotda telefonda so'zlashib bir kundan keyin Prezident Trump Twitterda maqola e'lon qilib, minister Wang'ning so'zlarini unumsiz bir holatga tushirib qo'ydi. Çünkü endi yangi söz iboralarning Tayvan bilan munosabati yo'q edi. Diqqat qiling, Turan efendim. Çünkü yangi söz iboralarning Tayvan bilan munosabati yo'q edi. Yangi söz ibораlar Jungo bilan yüz qarshilashishdan muqaddimasi edi. Endilikda yangi söz iboralarning Tayvan bilan munosabati yo'q edi. Ya'ni ikkinchi kuni o Tayvan ishi tugadi, oxirlashdi deylar, telefonda so'zlashiblar. Şu sözleri ahırlaştırıyorlar. Enindeki keyin Prezident Trump'ın sözlügen sözünün Tayvan bilen alakası yok iken Jungo bilen yüz karşılaşışının mukaddemesiydi. Prezident Trump inkılapның mahiyyeti. Prezident Trump inkılabının mahiyyeti. Dürüst. Prezident Trump zada qandaq adam. Bu prezidentning siyasi karakteri nima? Siyasi akıl, parası zada qanchalik derecede. Siyasi iqtidori qandaq. Bu mesele her qaysi devletler burullah xulos chiqargan bir ish deydi Xitoy yozg'uchi. Jungo Prezident Trump inqilobining birinchi darajalik nishonidir. Bundaq yangi vaziyat ostida Jungo o'zini bilish va o'zganini bilishni ishga oshirib, xom xiyollarni tashlab, xirisni qarshi olish kerak deydi Xitoy yozg'uchi. Birinchi, oldi bilan Jungo 40 yilga vaqt yangi liberalizmlik ideologiyaning ta'siriga qattiq uchrab, yetishgan dunyo qarashlarini tashlab etish kerak. Go'zal g'oyalarga ega ey belgilik Amerika hozir tarixning sahnasidan chekinib chiqdi. Amdilikda siyosiy sahnaga chiqadigan Amerika ey belgilik Amerikaga o'xshamaydigan belgilik
Amerika'dır. Dikkat Xitoy tahlil qilyapti vatandaşım. Tunu bilishimiz kerak ki bu Amerika'nın menfaatini o'ylashadigan Amerika'dır. Bir belgelik Amerika fakat Amerika'nın menfaatini o'ylashadigan Amerika'dır. İkinci, hazırdan başlap Jungo 40 yıldan beri tayyarga hayyarlık qilib, başka haqsız, maşinaga haqsız oltirish bilan nap kerishadigan odatlarni endi tashlab etish lazım. Prezident Obama shundaq degan Jungoluklar tayyarga hayyarlık qiladigan Jungoluklar degan edi. Bu yerda mana shu gap chiqyapti. Uzundan beri Jungo Amerika yetakchiligi dunyo tartibiga xiris qilmay, Amerika yetakchiligidagi yer sharillashish va erkin savdo yo'lini qo'llab, buningda intayin zo'r foyda oldi. Demak, Jungo jimg'orlik bilan shunday intayin zo'r foyda oldi. Dunyoda yig'ishtirilmaydigan dasqay yo'q. Dunyoda yig'ishtirilmaydigan dasqay yo'q. Gayet zor parvozdan injeneri Amerika hazır poyezdden sakrab şu oldu. Amerika vagonda olturgan yo'lovchilarning bilet almay haqsiz poyezga haqsiz olturgan yo'lovchilar ekanligini, bu yo'lovchilar tarafidan Amerikaning ya'ni o'zining yuragi elinganligini bilib qoldi. Dikkat vatandaşım, Amerika haqsiz vagonga olturdiganlarni söylep baktı. Lekin bu haqsiz vagonga olturdiganlar yana Amerikani yuragi elib olganligini bugun Amerikaliklar tushundi, bildi deydi. Demak, mening so'zimcha bugun Amerikaliklar o'ygan deydi. Jungoga nisbatan aytganda endi ya poyezdga injener bo'lishga to'g'ri keldi, yoki poyezddan tushib o'zining boshqa bir yo'lini izlashga to'g'ri keldi. Jungo endi poyezddan tushirib etildi yoki tushib etildi. Üçüncü, hazırdan başlap Amerika qo'lga operatsiya pichig'ini ilib, Jungoni operatsiya qiladigan barliq vositalarni tadqiq qilishga to'liq tayyorligimiz bo'lish kerak. Tayyorligini qilish kerak. Amerika qo'lga operatsiya pichig'ini oldi. Xilma-xil vositalar bilan Jungoni operatsiya qildi. Biz buni tadqiq qilishimizga tayyorligimiz bo'lish kerak deydi yozuvchi Xitoy. Chunki prezident Trump Jungocha Barbarossa plani borligini muqimlashtirdi. Çünkü Prezident Trump Jungocha Barbarossa plani barligini muqimlashtirdi. Barbarossa plani ayni vaqtda Hitlerning Rossiyaga tajovuz qilish, Rossiyani egallash, Rossiyani parchalash plani deganlikdir. Bugun Xitoy bu Hitlerning planini ekilib hozir nima deydi? Prezident Trumpning plani deb tushuntiryapti Xitoy yozuvchi. Barbarossa plani barligini muqimlashtirdi. O'tgan haftaning oxiri Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashganligi mushu planning bir qismidir. Jungo bundaq ish yo'q deb o'zini oldisa bo'lmaydi. Bu planni Jungo darhol analiz qilmasa, strategik passiv bir alg'alg'a tushib qoladi. Tuni bilishimiz kerakki, bir belgilik Amerika, yani şu Amerikadır. Yer şari bo'yicha eng zo'r harbiy qurol yarog' ombiriga ega. Nayt zo'r davlat apparati va davlat mashinasiga ega davlatdir Amerika. Demokratik degan so'zni qo'shib qo'ymamsa va Xitoy yana bir tarafdan bir belgilik Amerika, biz ko'rib turgan bu Amerika emas. Hozir biz ko'rib turayotgan bu Amerika emas. Çünkü endi Amerika barliq niqoblarni yirtib tashlaydi. Mehribon, kuyimchan qiyofatga kirib olmaydi. Haqqoniyatchi qiyofatga kirib olmaydi. Ama qiyofatga kirib olmaydi. Hamma biroqli qoida so'zlab o'ltiradigan Amerikan bo'lmaydi. Endi qoida dalil so'zlab o'ltirman deydigan Amerikami yo'q deydi. Demak, bu Amerika növbətdəki Amerika Prezident Trump rəhbərligidəki Amerika bu başqaça Amerikadır deydi Xitoy yazğıcı. Dördüncü, hazırdan başlap tez arada bir belgelik Amerikaga taqabul turuş, müdafiədən hücumga ötüş strategik planını tüzüb çıxış kerak. Bu Jungoga da'vatıdır. Jungo muşuna strategik planını tüzüb çıxış kerak. En yaxşısı müdafiə bu hücumdur deydi Xitoy yazğıcı. Ötken haftanın ahırda Prezident Trump Jungoga münasebetlik tarihi burilishning signalini tarqatdi. Jungo cho'chib uyg'onishi kerak. Zo'r o'zgarish taqabul turishning tayyorligini qilishi lozim deydi Xitoy yozuvchi. Prezident Trump vakillik qiladigan inqilob yoki aksili inqilobni xato tushunish Jungo uchun aytganda intayin zo'r xatardan derak berdi. Prezident Trumpning inqilobini xato tushunish Jungo uchun aytgan intayin zo'r xatardan derak berdi.
Prezident Trump kelyapti. Eng yomon vaziyatga tayyorlik qilib qo'yjunga. Prezident Trump kelyapti. Eng yomon vaziyatga tayyorlik qilib qo'yjunga. Men bu so'zlarni so'zlayotganda Prezident Trumpning bir nafar maslahatchisi Tayvanga ziyoratga keldi deydi. Xitoy yozuvchi. Xudan universitetining professori Xitoy yozuvchi yuqoriqadek maqolani yozdi.